Allergiya belgilari qanday bo'ladi? Allergiya immun tizimining odatda zararsiz bo'lgan moddalarga haddan tashqari reaksiya berishidir. Belgilar allergiya turiga va organizmga qarab turlicha bo'ladi. Eng ko'p uchraydigan belgilar: tez-tez aksirish, burun oqishi yoki bitishi, ko'zlarning qichishishi, yoshlanishi va qizarishi, tomoq yoki burun qichishishi, terida qizarish va toshmalar, tananing ayrim joylarida kuchli qichishish, hansirash yoki xirillab nafas olish, yo'tal, ba'zan ko'ngil aynishi, qusish yoki ich ketishi, ayniqsa oziq-ovqat allergiyasida. Allergiyani shamollashdan ajratish: allergiyada qichishish, ketma-ket aksirish va ko'z yoshlanishi ko'proq uchraydi. Shamollashda esa tomoq og'rig'i, yo'tal va isitma ko'proq kuzatilishi mumkin. Muhim: lab, til yoki tomoqning birdan qichishishi, nafas olish qiyinlashishi, bosh aylanishi yoki hushdan ketishi kabi belgilar og'ir allergik reaksiya, anafilaksiya bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda shoshilinch tibbiy yordamga qo'ng'iroq qilish zarur.